Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana bugun yana bir xonadonimizga pechka qurib berganmiz. Anjom pechka. Hozir bu to'liq bitmagan. Bu pechkamiz afzalli tomonlari bunaqa regel temirlari ham qalin bo'ladi. Xonani pastki gradusda ham ancha issiq qo'radi. Narigi tomonlarni ham aynan ko'rsamizki, bu fasadga ham bir dekorativkalik qilib chiroq ochib turadi ularga ham. Mana bu yeriga pechkani yeriga choynak yoki boshqa ovqatlar qo'yib isitsangiz ham bo'laveradi. Pechkamizni bu tomoni esa mana dekorativka bo'lib, kelin kuyovlarga, yangi uylanayotgan bo'ydoqlarga yaxshi bo'ladi. Mana yangi uylanayotgan bo'ydoqlar mana bu ovqatini qo'yib qo'ysa issiq turadi, choylari qo'yib qo'ysa issiq turadi. Mana bu yer esa duxovkasi hisoblanadi. Bu yerga esa bemalol kelinimiz pishiriqlarni qilib pishirib bersa ham bo'ladi. Bunisidan esa ya'ni tozalab tursa bo'ladi. Tozalab joyi. Mana bu yer esa ham o'tinga ham gazga moslangan bo'ladi bu pechkamiz. Kimga shunaqa xizmatlar bo'lsa, quyidagi raqamlarga aloqaga chiqamiz. To'liq bitgandan keyingi obzorni ham keyingi videolarda qo'yib boramiz. Hammaga rahmat. Obuna bo'lishni unutmanglar, like bosib qo'yinglar.